Insonning eng katta xatosi nima, bilasizmi? Bu xatoga har kuni millionlab insonlar yo'l qo'yadi. Bu noto'g'ri qaror emas, xatoga yo'l qo'yish ham emas. Eng katta xato bu o'ziga berilgan eng katta ne'mat aqlni rivojlantirmaslik. Aql va qalb uchun ozuqa bo'lgan narsani rad etishdir. Inson tug'ilganki, boy bo'lishni xohlaydi. Faqat pul bilan emas, bilim bilan, qadr bilan, obro' bilan. Lekin bir narsani unutamiz. Insonning eng katta xatosi aynan shunga olib boruvchi narsani rad etishi, ya'ni kitob o'qimaslik. Sen millioner bo'lishni xohlaysanmi? Taniqli, aqlli, ta'sirli inson bo'lishni-chi? Unda avval kitobni och. Chunki bu dunyodagi har bir yutuq, har bir g'oya, har bir kashfiyot avvalo qog'ozda tug'ilgan. Kitobda, aqlda, ilmda. Sizning yutuqlaringiz faqat ish emas, o'qish bilan boshlanadi. Kitob sizni tanitadi, kitob sizni rivojlantiradi. Kitob sizni millionlarga olib boradi. Kitob bu boylik, bu tajriba, bu muvaffaqiyatning siridir. Agar sen kitob o'qimasang, kimdir o'qiydi va u seni boshqaradi. Chunki u bilimli, u tayyor, u kuchli. Bu dunyodagi eng katta investitsiya kitob o'qishdir. U arzon, u oson, lekin natijasi beqiyosdir. Kitob seni boy ham qiladi, dono ham. Vaqtni boy berma. Eng yaxshi vaqt hozir. Kitobni och, hayotingni o'zgartir.